ketish uchun hammanglardan yordam so'raymiz. Hech kimning dadasi hech qachon kasal bo'lmasin. Dadam bizni katta qilib voyaga yetgunchalik shunaqa kasallar bo'ldi. Dadam uchun Hindistonga birga borib jigarimni berishga tayyorman. Faqatgina bizga ozgina pul yetishmaganligi uchun sizlardan yordam so'rab chiqyapmiz. Agar imkoninglar bo'lsa bizga yordam beringlar. Meni ham dadam hamma sog'lom otalar qatori bo'lib biz baxtimizni ko'rib yursin. Hech kimni boshiga tushmasin. Bu video siz reelsizda bejizga chiqqan yo Alloh qadr qilibdiki, sizga shu imkoniyat berilibdi. Qo'limizda bu kitob bo'lib ketgan analizlarni son-sanog'i yo'q. 4 yildan beri jigar xastaligi bilan kurashib kelayotgan xonadon sohibi jigarini operatsiya qildirish uchun $35,000 zarurligini aytib turibdi. Donorlarimiz bor, qizi va qarindoshidan donorlar bor, ammo Hindistonga borib operatsiya qildirish va yo'l kira xarajatlari uchun $35,000 juda ham zarur bo'lib turibdi. Uyini yarmini sotuvga qo'ygan. Shunda ham qarindosh urug'lar yordam bergan taqdirda ham analizlar bularning chek-chegarasi yo'q. Bungacha bo'lgan o'zi xarajatlar ham o'zi $20,000 dan oshib ketgan. Endi siz u bizdan nima imkoniyatimiz bor? Arzimagan yordamimiz bitta xonadonda sohibini yana qayta hayotga kelishi, farzandlari oilasi davrasiga qaytishiga yordam beramiz. Inshaalloh bu videoni agar mabodo sizni qo'lingizdan ehson qilish kelmasa, tarqating, imkon darajasida tarqating yoki arzimagan summa bo'lsa ham yordam bering. Bitta xonadonni qayta hayotga kelishi va quvonchiga sabab bo'lishingiz mumkin. Biz bugun Andijon viloyati Ziboskan tumani Botirobod qishlog'idamiz. Bu videoda tanishlaringizga, yordam berishga imkoniyati bor odamlarga ulashib qo'ying, zero savobiga va bitta oilaning tiklanishiga sababchi bo'lib qoling. Biz bu video ostida ishonarli karta raqamlarni va uy egalarining nomerlarini qoldiramiz. Agar ishonchingiz bo'lmasa, bemalol kelib Telegram kanalimizda lokatsiya ham joylashimiz mumkin. Aynan shu xonadonga kelib ko'zingiz bilan ko'rishingiz ham mumkin.